Odil Falah kelgan paytda bir ajoyib nuqtani aytganki, u kishi men degan mana shu yurtinglarda degan buncha ulamo chiqishga men juda ko'p bosh qotirdim degan. Mana arab davlatiga borsani, kutubxona qilib qo'yilgan bo'lsa, butun katta kutubxona 3 dan 2 qismi biz yurt ulamolar yozgan kitob. Tushundingmi? Qadimgi o'sha mo'tamad kitoblar hammasi Buxoriy, Samarqandiy, Shoshiy, Toshkent degan Shoshiy. Marg'inoniy, Nasafiy qarshi. Xorazmiylarning kitobi hammasi. Tushunyapsizlarmi? Butun mo'tamad, e'timod qilinadigan, suyaniladigan kitoblar o'sha bizning yurt ulamolarining kitobi. Nima bu? Bu yurtni tuprog'imikin, havosimikin, suvidamikin, men juda bosh qotirdim. Bosh qotirib oxiri topdim buni javobini deyapti. Bilsam ayollarida ekan deyapti. Imom Buxoriyni onasi ko'zi ko'r bolani ertalab ko'chaga olib chiqar ekan. Kim bomdodga ketayotgan bo'lsa qo'shib berar ekan, men bomdodga olib boraman. Qo'lidan yetaklab ikkita o'g'lini olib Makkaga ilm olishga tashlab kelgan ayol kishi. Tasavvur qiling, tuyada. Agar tuyasi bo'lsa eshikda. Demak, bu yurtni ayollari kuchli bo'lgan. Haqiqatda kuchliligini hozir ham isbotlasa bo'ladi. Hozir o'sha tuyg'u bor-ku, bolasini olim qilaman, boshqa qilaman degan tuyg'u. To'y qilishga o'tib ketib qolgan ayollarimiz. Dunyodagi eng kuchli va eng qimmatbaho to'yni bizning yurt ayollari qilyapti. Bunaqa to'y hech qayerda yo'q. O'sha to'yga to'y qilish, boshqa qilish degan narsani yana ilm bolamni kelajakda kuchli, zabardast olim qilaman degan narsaga o'zgartirib qo'yilsa, yana yurtimizdan ulamolar yetishib chiqaveradi. Hamma gap ayollarimiz degan. Men bir hikmat keldi, tarjima qilib qo'ydim. Nimaga degan qadimda bobolarimiz buyuk shaxslar bo'lgan deyilganda. Sababi degan. Onalarimiz imizyapganda avvalo Yosin o'qib imizishgan, to Yosin o'qib bo'lishguncha imib bo'lgan. Niyat qilishar ekan. Shu bolam kelajakda katta olim bo'lsin, yo sarkarda bo'lsin, yoki katta tijoratchi bo'lsin, xalqqa foyda tegadigan badavlat saxiy kishi bo'lsin. Qo'yingki, yaxshi niyat, hammasini niyat qilib turib imizlar ekan. Shunga yo olim, yo sarkardalar ham eng kuchligi bizdan chiqqan. Ana, Jaloliddin Manguberdi deymizmi, bu Amir Temurning boshqa hammasi bizdan chiqqan. Keyingi onalarimiz deyapti, tezroq uxlasin deb turib niyat qilib Allah aytadi, faqat uyqusiragan avlod yetishib chiqadi deyapti. Niyatga qarar ekanda, ko'ryapsizlar? Qadimda shu darajada bo'lganki, ovqat qilinayotganda zikr qilib, Qur'on o'qib turib ovqat qilinar ekan. Ha desa, bu sut bo'ladi, sutimni bolamga emizaman, keyin bolam ilm olim bo'ladi, qori bo'ladi deb.